ko'chalari asfaltlashtirilmoqda. Lekin kirish-chiqish joylari asfalt emas. Aslan mashin yuradigan joylar, kirish-chiqish joylar asfaltlashtirilmagan. Hozir mana bu yerda asfaltlashtirish ishlari olib borilmoqda. To'di Farog'iyning kiradigan, chiqadigan joylari asfalt emas. Asosiy joylar ana shu kirish-chiqish joylar. Mana bu yerdan kirish-chiqish joyi bor va mana bu domlarning orqasidan kirish-chiqish joyi bor. Bu yoqda ko'p domlar bor va mana bu yerdan ham kirish-chiqish joyi bor.